Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndiminin təşəbbüsü bilan 8 fevral keçdi çağırılğan təşkilat rəhbərləri yığınında hər qaysı əllərdə fəaliyyət elib beriyotqan Uyghur təşkilatlarının rəhbərlərinin birdək maqulluğu bilan Türkiyədəki Yətəvrəş Aptiga yordam beriş mərkəzi qurub çıxıldı və Qurultay başçılığındakı təşkilatlarımız yordam mərkəziga dəstəbki qədəmdə təxminən 50 min Amerika dolları iyanə qıldı. Yordam mərkəzi iyan toplaş hərəkətini hər qaysı əllərdəki Şərq Türkistanlı qeyrindaşlarımız arasında keng dairədə davam qıldırdı. Türkiye'deki Yetevreş Aptiga yordam beriş ve Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti tarafından Xitaydan hesap sorulduğan 15 fevral günü Dünya Uyghur Qurultayı bilen Avrupa'daki Uyghur teşkilatları tarafından Cenevede ötküzüldüğün birleşim namayışının tayarlıq hizmetlerini gözden geçiriş asas gün tertip kılınğan ve Dolqun İsa Efendiminin bevasıta riyasetçilikide ötküzülgen mezkur tor yığınıga Dünya Uyghur Qurultayının mesulleri Qazaqstan, Qırgızistan, Kanada, Amerika, Avustralya, Türkiye, Şvitsariya, Germaniya, Angliya, Norvegiya, Daniya, Şvitsiya, Belgiya, Fransiya qatarlıq dövlətlərdəki Uyğur təşkilatlarının asaslıq məsullaridan olub 70 nəfər yaqın kişi qatnaşdı. Yığında aldı bilan bu qitim Türkiyədə yüz bergan Yetəvrəş afetidən hayatından ayrılğan bütün qeyrindaşlarımızın ruhi üçün Quran oqulub, dua tilavet qılındı. Dolqun İsa Efendim yığını qılğan sözüdə Türkiyədəki Yetəvrəş afetində neçə 10 minlığan insanın qaza qılğanlığından və yaralanğanlığından bütün Şərq Türkistanlı qeyrindaşlarımızın çeksiz qayg'urish və azoblanish his qılğanlığını Gerçi Uyghur teşkilatlarının ve muhacirat yaşayotgan Uyghur qeyrindaşlarımızdan afet kuchurgan Türk qeyrindaşlarımızga qılğan yardım intayin çeklik ve smol xarakterlik bolsumu, ama din ve qan qeyrindişimiz hesaplanğan Türk xalqının azabıga ve qayg'usiga ortaq boluşunun, azgın yardımlarımız arqalıq bolsumu ularga bolğan xalis niyetimizni ve qeyrindaşlıq mehrimizni namayan qilishning chet ellarda yaşayotgan her bir Şərq Türkistanlıqning milliy ve insani burç ekanligini ta'kidlab o'tdi. Yığın qatnaşqan teşkilat rəhbərləri Dünya Uyghur Qurultayının Türkiyədəki Yetəvrəş afetiga yordam berish mərkəzi qurub chiqish haqidagi taklifini qo'llab quvvatlaydiganliklarini, Yetəvrəş afet yüz bergan kundan tartib o'zdir turishliq davlatlardagi Uyg'ur qeyrindoshlarimiz orasida iyon to'plash harakati boshlatganligini va bu jihatdagi safarbarlikni yanada kuchaytirganliklarini ifoda qilishdi. Teşkilat rəhbərlərinin namzat görsütüşü bilan Türkiyədəki Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid Efendim Türkiyədəki Yetəvrəş afetiga yordam berish mərkəzining mas'ulligiga, Germaniyadan Turg'unjon Alovudin, Abdujilil Ahmad, Türkiye'den Profesör Erkin Ahmad, Dilshad Barishchi, Kanadadan Shavkat Imam, Qirg'izistondan Zumrat Roziyeva, Avustraliyadan Jurat Abdukerim, Qozog'istondan Tursunjon, Norvegiyadan Xalcham Mehmet, Amerikadan Ömer Qanat qatorliqlar yordam markazining a'zoligiga tayinlandi. Yordam markazining a'zolarining soni ehtiyoj qarab yana ko'paytirildi. Yordam mərkəzi hər qaysı əllərdə elib berilayotgan iyan toplaş fəaliyyətlərinə nazaretçilik və heydəkçilik qilish, toplanğan iqtisadni afət rayonlarına yetkizib beriş xizmətlərinə məsul boludu. Yordam qilishni arzu qılğan qeyrindaşlarımız yordam mərkəzi bilan yoki o'zdir turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan bevosita aloqa qilsa boludu. 8 fevral kechda chaqirilgan tashkilot rahbarlari yig'inida yana Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan 15 fevral Jenevada o'tkazilgan birlashim namoyishining oxirgi tayyorlik xizmatlari ko'zdan kechirilib, bir qator o'rinlashtirishlar elib berildi. Türkiyədəki Yetəvrəş afetiga qurbimizning yetishicha yordam berish harakatini qanot yoydirish bilan birga, navbatda dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi elib berayotgan kurashlarimizni aslo bo'shashtirib qo'ymasligimizni, chunki Xitoy hukumatining chet ellarda Uyg'ur tashkilotlarimizning va Uyg'ur qarindoshlarimizning navbatda butun diqqat e'tibori Türkiyədəki Yetəvrəş afetiga markazlashganligini fursat bilib, xalqaro sahnalarda Uyg'ur milliy harakatini qoralash va o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash uchun jiddiy harakatga o'tganligini ta'kidlab o'tgan Dolqun İsa Efendim, Xitoydan hesap sorulduğan Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komitetining 73. navbatlik yig'ini boshlanish oldida turgan va Uyg'ur tashkilotlari Jenevada keng ko'lamlik norozilik harakati elib berishga tayyorlanayotgan bir paytda Xitoy hukumatining o'zlarining jinoiy qilmishlarini oqlash maqsadida BDTdagi va Yevropadagi tashviqot faoliyatlarini jiddiylashtirganligini, Xitoyning Jenevada turishliq vakillar o'migining ba'zi davlatlarning Jenevada turishliq vakillari bilan orqa-orqadan uchrashish va suhbatlar elib berayotganligini, Xitoyning atalmış abnum rayonlik hukumatning raisi Erkin Tunyaz boshchiligidagi bir hay'atni Yevropaga elib kelib, Angliya, Belgiya, Fransiya qatorliq ba'zi davlatlarda Dünya Uyg'ur Qurultayı boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlariga qarshi tashviqot hujum boshlatishga tayyorlanayotganligini,
Hatto Erkin Tonyas boshchiligidagi Xitoy o'mikining Angliya qatorliq ba'zi davlatlardagi Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazishga va buni keng ko'lamda tashviq qilishni planlayotganligini, shunga Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va Uyg'ur qarindoshlarimizning bu jihatda alohida sagak bo'lishi lozimligini ifoda qildi. Amerika prezidenti Joe Bidenning 7 fevral kuni Amerika Davlat Majlisida Amerikaning davlat ahvoli to'g'riliq doklad berish yig'iniga Amerika Davlat Majlisi a'zolari, siyosiy arboblar va har qaysi organlarning vakillari qatnashgandan sirt, yana Uyg'urlardan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti raisi Nuri Turkel apandi va Uyg'ur harakati tashkiloti boshlig'i Roshan Abbas xonim alayda taklif bilan qatnashdi. Nuri Turkel apandi bilan Roshan Abbas xonim prezident Joe Bidenning nutqi boshlanishdan burun berildigan ziyofatda Avam palataning yangi raisi Kevin McCarthy boshliq nurg'ulg'an majlis a'zolari va hukumat xodimlari bilan Uyg'ur masalasi to'g'risida fikr almashtirgan. Prezident Joe Biden dokladida Xitoy haqida to'xtalib mundoq degan: "Men prezident Xi bilan shu nishonni aniqlashtirdimki, biz to'qinishmaymiz, ammo raqobatlashamiz. Biz Amerikaning texnikada yangilik yaratishiga va kelgusi sanoatiga mablag' solamiz. Xitoy hukumati dal mush sohada ustunlik qozonishga urinmoqda. Biz ittifoqdoshlarimizga mablag' solish, ular bilan hamkorlash orqali ilg'or texnikamizni qo'g'daymiz va bu texnikalarning bizga qarshi qo'llanishidan saqlanamiz." Joe Biden bu so'zda Amerikaning kompyuter o'ziga yasash sanoati va uchur aloqa texnikasini Xitoyga setib bermaslik irodasini ifodalagan bo'lib, Xitoy Amerikaning texnikasini, masalan, TikTok update'ini Amerikada josuslik qilishga ishlatgan. O'tgan yil 14 dekabr kuni Amerikaning hukumat organlarida Xitoyning boshqarishdagi TikTokni ishlatishni cheklash qonuni ma'qullangan edi. Joe Biden Xitoyni Amerikaning egilik huquqiga cheqilishdan ogohlantirib mundoq degan: "Xavfsizlikni saqlash, tajovuzchilik taqobil turish uchun armiyamizni zamonaviylashtiramiz. Biz hozir necha 10 yildan buyon eng kuchli o'rinda turyapmiz. Xitoy va boshqa har qanday davlat bilan raqobatlasha olamiz. Agar Xitoy bizning egilik huquqimizga tajovuz qilsa, biz cho'qim harakat qo'llanib davlatimizni qo'g'daymiz. Ham shunday qilib keldik. Xi Jinpingga tang tura oladigan mendan boshqa bir dunyo rahbari bormi? Bo'lsa ko'rsatib beringlar." Prezident Joe Biden bu yerda Amerikaning oldingi hafta Xitoyning josuslik havo sharini etib tushirganligini imo qilgan. Joe Biden Xitoyning xirsiga taqobil turishda Amerikadagi har ikki partiyaning qarorining birdek ekanligini, mustabidlikka qarshi kurashda g'alaba qozonayotganligini ko'rsatib, shuni aniqlashtirishimiz kerakki, Xitoy bilan bo'layotgan raqobat utib chiqish bizni ittifoqlashtiradi. Dunyoviy xirislarga duch kelyapmiz. Ammo o'tgan 2 yilda demokratik davlatlar ojizlashmadi, balki kuchaydi. Mustabid hokimiyatlar kuchaymadi, balki texmi ojizlashdi degan. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq komitetining direktori Ömer Qanat apandining istansimizga bildirishicha, Dünya Uyghur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerikadagi boshqa Uyg'ur tashkilotlari izchil turda Amerika hukumatidan Amerikada panohlanayotgan Uyg'urlarning panohlik masalasini hal qilishni talab qilib kelgan. 2020 yili 10-oyda Demokratchilar partiyasidan bo'lgan rais Ted Dick bilan Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan Joe Wilson boshchiligidagi jami 31 nafar majlis a'zosi Uyg'urlarning Amerikada panohlanishi va ularning musofirlik salohiyati bilan Amerikaga viza ilishning osonlashtirilishini talab qilgan. 2021 yili Amerika Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetining a'zolaridan Chris Coons va Marco Rubio birlikda Amerikadagi musofirlik salohiyatini bekitish ishlarida navbatda Xitoyning ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlarni oldingi o'ringa qo'yish haqida qonun loyihasi sungan. Ömer Qanat apandimning aytishicha, Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan qochib, dunyoning har qaysi joylarida sarson bo'layotgan Uyg'ur musofirlarga beshikki salohiyati, yana alayda ko'chmanlar vizasi berishni talab qilgan. Lekin ma'lum bo'lishicha, hozirgacha Uyg'urlarning musofirlik salohiyati masalasi haqida biror qonun loyihasi ma'qullanmagan. Ömer Qanat apandi bu vaqtda so'z qilib, Uyg'ur musofirlarga beshikki salohiyatini qo'lga keltirish uchun o'zlarining Amerika hukumatining munosabatli organlari bilan ko'rishayotganligini bildirdi. U yana Kanada parlamentining Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish qaror loyihasining to'liq ovoz bilan ma'qullanishining Amerika hukumatining Uyg'urlar haqida qaror chiqarishiga aktiv ta'sir ko'rsatganligini ta'kidladi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan 1 fevral kuni jamiyatning chetida qoldirilgan va xatar ichida yashayotgan muhojirat Uyg'urlarning insonparvarlik ehtiyojlari sarlavhalik doklad e'lon qilingan. Dokladda Amerika, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning insonparvarlik ehtiyojlari tafsiliy bayon qilingan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Zubayra Shamsiddin xonim bu vaqt qilgan so'zida, har qanday bir davlatda panohlanayotgan Uyg'urlarning panohlik ishlarini bajarish jarayonida munosabatli organlar Uyg'urlar haqida material talab qilganda, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi e'lon qilgan mazkur dokladni isbot sifatida ko'rsatsa bo'lganligini eskartdi.
5 fevral kuni Yevrasiya xabarlari kanalida Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishidan kishilik huquqini dafsanda qilish, qo'shni davlatlarga parokanchilik silish va ularni tizginlash yo'lida qandoq foydalanyotidi nomli bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Xitoyning Uyg'urlar masalasining BDTda kun tartibga kelishiga to'sqinlik qilishiga doir hiyli fikrlar bayon qilingan. Maqolaning muqaddimasida Xitoyning BDT xavfsizlik kengashida pokistonlik terrorchilardan Abdurahmon Lahvi Makki bilan Mas'ud Azharni terrorchilar tizimligiga kirgizishga qarshi turganligi, buningdan asosli sababning bu terrorchilarga Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini tilga olmaslik shartini qo'yganligi, Xitoyning BDT xavfsizlik kengashiga a'zo 5 davlatning biri bo'lishdek salohiyatidan foydalanib, Uyg'urlar masalasining Jeneva va Nyu-Yorkdagi BDT kishilik huquq kengashida kun tartibini egilishiga qarta davomli to'salg'i yaratayotganligi ilgari surilgan. Maqolada bu haqda mundaq deyilgan: Xitoyning Mas'ud Azhar haqidagi qarorga qarshi chiqishdagi siyosiy sabab shuki, Xitoyning Mas'udga o'xshash pokistonlik terroristlarning Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini davomli tilga olmaslikka kafolat qilish orzusiga yetish uchundir. Uyg'urlar masalasiga hukumatsiz tashkilotlar va kishilik huquq aktivlari jiddiy ko'ngil bilib qolmay, balki BDT kishilik huquq kengashi butkul Uyg'urlar rayonida davom qilayotgan kishilik huquq dafsanchiligidan norozi bo'lmoqda. Daniya poytaxti Kopenhagenda nashrdan chiqadigan Siyosat nomli kundalik gazetimi 26 yanvar BDTdagi Uyg'urlar masalasining ziyonkashlikka uchrash ahvoli tasvirlangan Xitoyning siyosiy o'zgarish muddaosi nomli zo'r hajmli bir maqola e'lon qilinib, belgilik ta'sir qo'zg'agan edi. Mazkur maqolada BDTda ko'p qatim parokanchilik uchirgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa apandim bilan BDTda 20 yillik xizmat tajribasi bo'lgan Uyg'urlarni BDTda butun kuchi bilan qo'g'dab kelgan Amerikaning BDTda turishliq muavin bosh elchisi Kelli Kuri xonim ziyorat obyekti qilingan. Mazkur maqola 2018-yili Dolqin Aysa apandining Xitoyning suiqasdi bilan BDTdan qo'g'lab chiqarilish voqeasidan boshlanib, o'z vaqtida bu voqeaning BDT bosh kotibi Antonio Guterresni aloqador qilganligi, Xitoyning Uyg'urlar masalasining BDTda kun tartibga kelishiga davomli to'sqinlik qilayotganligi atrofli sharhlangan edi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.